Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan H100 ya'ni tahlil qilamiz. Bugun soat 11:00 da kechasi FOMC bor. Ko'rib turibsizlar, mana qo'yib qo'yganman. Shunga qanaqadir ideya qilish kerak, ya'ni savdo qilish uchun. Xo'p. Unda biz goldni boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Hozir qanaqa situatsiya turibdi, endi nima qilishi mumkin? Men o'z fikrimni, ideyamni aytaman. Sizlarda ham ideya yoki fikr bo'ladigan bo'lsa, FOMCga kommentariyga yozib ketishingiz mumkin. Xo'p, bu mana shu turgan holati dailyda turibdi. Hop, bizda endi ko'rsak, tepadan narx yechgan zonasidan boshlaymiz. Misol daily FVG mana bu nuqtada sell side yechilgan. Ko'rib turibsiz, sell side yechilgandan keyin atkat berib turib, yana daily FVG ga kelib turib, narx mana shu lowdagi sell side, ya'ni o'zi yangi qoldirgan liquidnessni yechgan. Hop, undan keyin narximiz mana bitta liquidness qoldirgan, mana bitta hali yechmadi. Ko'rasizlar, bir marta keldi, ikkinchi marta kelishga harakat qilyapti. Hali yechmadi. Bu 3937. Hop, uni tagidagi low 3960. Hop, endi bu yoq tarafni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda ko'rib turibsizlar, mana bitta ham daily FVG dan ketgan narx, mana bitta ham kichkina daily FVG dan ketyapti. Narx sweep qilyapti. Endi qaranglar, bu yerda narximiz sweep qilyapti bu yerda, ya'ni bu ichki time frame'dagi desak, buy side liquid yechyapti. Narx atkat beryapti selga, atkat beryapti. Men bu FVG ni ko'rasizlar, men bu nuqtada hali tana bilan, lekin tana bilan buzib o'tmagan. Mana tana bilan buzib o'tmagan. Bu shpilka bilan buzib o'tish deyiladi. Lekin kichkina time frame'da qolgani kelib chiqadi. Tepa sweep bo'lganiga narx lowga harakat qilish ehtimol kattaroq. Ya'ni kichkina time frame'da oladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bu yoqda ikkita lowdagi sell side nuqtalarimiz joylashgan. Sell side nuqtalarimiz joylashgan. Narximizni ko'rib turgan bo'lsangiz, high sweep, mana bu nuqta FVG dan test, mana bu nuqta yana bitta FVG ga test bergan. FVG ga test bergan. Undan keyin o'zini mana bu lowni yechgan. Lowni yechgan. Mana bitta yana bitta resweep berib turib, narx ketyapti. Hozir demak, narximiz mana bu highlarga qarab harakatlanish kerak. Ya'ni highlarga qarab harakatlansa, ko'rib turibsizlar, mana bu yerda narx inducementni yechgan. Mana bu low, swing low. Undan keyin mana bu hali swing high bo'lmagan bu yerda. Swing highimiz mana bu tepada. Mana bu inducement yechgan, swing low. Mana ichkidan qaraydigan bo'lsak, bu time frame bor hisobini olsak, mana ichkidan qarab keladigan bo'lsak, narximiz mana bu nuqtada inducement yechgan, mana bu nuqtada inducement yechib turib, atkat bergan. Demak, mana bu lowlar, mana ikkita low men uchun ham qiziqroq zona. Ya'ni narximiz mana bu nuqtalarni yechgandan keyin mana shu lowga harakat qilish ehtimoli kattaroq. Ya'ni bu yerda mana bu highimizni yetsa, bu yoqda entrylar bo'ladi o'zi. Entry, ya'ni entryga qarab turib savdo qilsa bo'ladi. Premium discount tortadigan bo'lsa ham, mana ko'rasizlar, premium discount почти mana shu high tepasida. Demak, narximiz mana bu high dan o'tib turib, misol mana shu FVG ni butun nima qilib turib, fulfill qilib turib, narx tushish ehtimoli kattaroq. Mana bu nuqtada, mana shu nuqtadagi narximiz kelib turib, keyin harakatlanish ehtimoli bor. H1 ga o'tadigan bo'lsak, bu H4 dagi holat. Endi H1 da o'tsak, qaranglar. H1 da nima bo'lyapti? Bizda sessiyani ham qilib qo'yganimiz ma'qul. Sessiyani ham ko'rib turamiz. Mana bu ko'rasizlar, manipulyatsiyaning harakat, ya'ni Osiyo manipulyatsiyaning harakat qilgan. Bu yoqda mana birinchi manipulyatsiyaning harakat, Osiyo kecha manipulyatsiyaning harakat qilgan. Ko'rasizlar nima bo'lgan? Ya'ni London, New Yorklar dalish pastga tushgan. Demak, hozir
mana bu bundoq kelsa ham dalish biza bay ishlasak bo'ladi. Ya'ni London, misol London, misol New Yorkda ham bay ishlab turib, keyin FOMC'da mana shu haylarni yechib qo'yadigan bo'lsa, vaziyatga qarab turib, o'sha entryga qarab turib bizni savdo qilsak bo'ladi. Bu yoqda endi H100 ga bitta e'tibor berib o'tsak, bizda H100 da nima holat? H100 da bunaqa holat, lekin PDL yechmagan. PDLimiz bizda SMT bo'lgan, narx nima bilan tilla bilan SMT bo'lib qolgan. Shuni hisobiga narx bay yurib bergan yaxshigina. Men bu low yechgandan keyin H100 ko'ramiz. Demak, meni ideyam hozir agarda men bu haylarga chiqadigan bo'lsa, ya'ni mana shu zonalarga chiqsa, mana shu zonalardan entry qarab turib, sel qarab ko'rish kerak bo'ladi. Polnistiga. Ya'ni men bu lowlar yechilgandan keyin biza darshigini bayqaymiz. Может, NFP gacha, ya'ni NFP kunigacha mana shu lowdan yetsa, NFP da может narximiz bay yurib berish ehtimoli juda kattaroq bo'ladi. Mana shu 3960 ga narx harakatlanib kelyapti anchadan beri. Demak, shu lowda olmasdan ketmaslik kerak. Mana shu lowda oladi, keyin o'sha NFP kuni kelganda u ham может bay bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rib turibsiz, mana PVL agar tushib yechadigan bo'lsa, mana PVH, ya'ni keyingi liquidness o'rnida o'tib qoladi. Bugungi kun, bugungi hafta xudo xolasa mana shu lowlarga harakat kutyapman. Endi mana shu lowlarni yetsa, lowlarni yechadigan bo'lsa, keyin biz yana bayga harakat qilsak bo'ladi. Mana bu haydan keyin biz salga harakat qilib ko'ramiz. Bugungi ideya, ya'ni tilladagi ideyamiz polnistiy o'sha H1, H4 daily FVG da qaraydigan bo'lsak, xuddi shu holat. Ya'ni boshqa holatni men ko'rmayapman. Ya'ni bay uchun to'liqligicha men bu haylargacha chiqib ketadi degan narsani hali ko'rganim yo'q. Может, mana men bu low yechayotganim uchun narx atkat beryapti. Yana mashdan mashaqacha premiskani tortadigan bo'lsak ham misol. Mana shu haydan o'tib turib, narximiz mana mashdan o'tib turib, keyin yana atkat berishi mumkin lowga. FOMC payti может narximiz sel yurib berishi mumkin. FOMC da mana bu lowlarni oladigan bo'lsa, FOMC dan keyin narx yana bayga atkat bo'ladi. Chunki bu ikkalovi kuchli liquidness bo'lgani uchun narxi o'ziga tortyapti. Magnitspat narxi o'ziga tortgandan keyin, yechilgandan keyin обязательно misol narximiz deylik, mana FOMC da bunda tushib yechadigan bo'lsa, yechib bo'lgandan keyin narx bunda atkat bo'lib orqaga qaytadi.